radar. O'tgan videomizda chiqarib edik. Ellikqal'a tumani Bo'ston shahridan chiqaverish, ya'ni Kirgizobod tarafga chiqaverish edi. Keyin ibida znak turibdi, piyodalar o'tish uchun belgi. Lekin past tarafimizda yana peshxod yo'q, chizilmagan. Peshxod yo'q, yana chizilmagan. Azonda kelsa, ertaroq kelsangiz, bu yerda maktab o'quvchilari o'tisha, keyin odamlar o'tisha qiynaladi, to'g'risi. Bu yon tarafda katta bog'cha bor. Biladilar? Bu yon tarafimizda bo'lsa maktab bor, katta maktab. Shu yerda yana piyodalar yo'lakchasi yo'q. Ya'ni zebra chiziq yo'q. Shu yerda bir onaxonlarimiz, otaxonlarimiz bor, telefon atib, shu farzandlarimiz o'tib qaytishga qiynalib turibdi. Iltimos, shuni bir yoritib bering dedi. Murojaat bo'ldi. Biz hal qilib bilamiz, lekin Xudo xolasa biz yoritib bersak, inshaalloh buni hal qiladigan o'zini mas'ul odamlari bor. O'zlari Xudo xolasa beparvo bo'lmaydi degan umiddamiz. Shora chiroyli qilib bir zebra chiziq chizib berib, ajoyib etib shu farzandlarimizni bir bemalol o'tib qaytishini sharoit yaratib bergan bo'ladi-da. Maşallah to'xtamaydi deydi. Katta tezlikda o'tib qaytadi deydi. Ko'p kutib qolib qo'yadi deydi, yoki bo'lmasa mashina kelayotgan bo'lsa yugurib o'tadi deydi. Shuning uchun bir nima deymiz? Iltimos qilib qolgan bo'ladi edik, sho'rni. Shora bir zebra chiziq chizib bersa, qiynalmaydi o'tib qaytishga. Ya'ni shu zebra chiziqqa odam уже yegandan keyin maşallah to'xtaydi-da. Yana shu iltimos qilib qolgan bo'ladi edik, shu Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumani Bo'ston shahri Kirgizobodga qarab chiqaverishi, shora bir zebra chiziq chizib berishlaringizni. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.